Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Bu nima deganingiz? Dedi Botir imomning nimaga shama qilayotganini anglolmay. Ulug' saltanatni o'qib chiqib, o'z taassurotlarimni gazetada e'lon qilgandim. Sanjarbek Qizil Muqovali kitobni qo'liga oldi. O'sha maqolada Sohibqiron Amir Temur haqidagi bu tetralogiyani o'qimaganlar hech biri o'zbek o'zini ziyoliman deb hisoblashga haqli emas degan fikrni aytgandim. Gapimiz bir joydan chiqqanidan xursandman. Shunaqami? Menimcha kitobni o'qigan har bir kishi shunday fikrga kelishi tabiiy, ma'qulladi imom. Amir Temur haqida o'nlab kitoblarni o'qiganman, ammo ulug' saltanatni o'qib, Sohibqiron bobomizni, Bibixonim momomizni, Temuriy shahzodalarni boshqatdan taniganday, ular bilan g'oyibona uchrashganday bo'ldim. Buni qarang, o'sha maqolada men ham aynan shunday mulohazalarni bildirgandim. Sanjarbek suyunib ketdi. Amir Temur shaxsi, hukmronlik davri hamisha qarama-qarshiliklar, ziddiyatlarga boy bo'lgan. Ayrim tarixchilar buyuk xoqonni ulug'lab, fazilatlarini qisman oshirib ko'rsatgan bo'lsa, boshqa guruh tarixchilar aksincha uning shaxsiyatiga tosh otishga, salohiyatini pasaytirishga, dovrug'ini yerga urishga harakat qilib kelgan. Muhammad Alining mahorati shundaki, u Sohibqiron haqidagi barcha ma'lumotlarni, arxiv hujjatlarini, afsona va rivoyatlarni chuqur o'rganish asosida tarixiy haqiqatni tiklashga, real holatga juda yaqin borishga, haqiqat va muvozanat nuqtasini topishga erishgan. Haq gap. Siz bilan ham fikr chiqib qoldik-ku, dedi mezbon samimiy ohangda. Nosirxon aka, menimcha bu kitobni mutolaa qilgan har bir inson shunaqa boy taassurotga ega bo'lishi, ulug' ajdodlarimizga mehri jo'shishi, qalbida cheksiz faxr tuyg'ularini tuyishi aniq. Tergovchi kitobni o'rniga qo'yib, taklif qilingan joyga o'tirdi. Odamni juda qiziqtirib qo'ydinglar. Ulug' saltanat kimning asari? Boyadan beri ikki kitobsevarning mushoirasiga qo'shila olmay turgan Isquvor so'rashga jazm qildi. Muhammad Alining qalamiga mansub, dedi imom suxandonlarga xos salobatli ovozda. U kishi shoir emasmidilar? Isquvor o'zining adabiyotdan yiroqligini sezdirib qo'ydi. To'g'ri, Muhammad Ali dastavval shoir sifatida tanilgan. Imom yigitni uyaltirmaslik maqsadida suyab gapirdi. Hozir ham dilbar ash'orlar bitadi, ammo u nasriy asarlari bilan mashhur. Ulug' saltanatni o'qib chiqishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Mazza qilasiz, olam zavq va shavq olasiz. Bo'ldi, albatta topib o'qiyman. Bu asarni o'qimagan kishi o'zini ziyoli deb hisoblashga haqli emas, deb odamni qo'rqitib qo'ydilaring. O'qimasak bo'lmas. Nosirxon aka, marhum noyibingiz haqida nima deysiz? Guruh rahbari lirik chekinishni tamomlab maqsadga ko'chdi. Qaysi ma'noda? Bilganlarimni yozib bergandim-ku tag'in. Xabarim bor. Tergovchi qayd daftarini ochib, cho'ntagidan ruchka chiqardi. Bilasiz, hamma gapni qog'ozga tirkab bo'lmaydi. Aytingchi, noyib qanaqa odam edi? Marhum so'zini ma'nosini bilasizmi? Savolga savol bilan javob qaytardi imom. Vafot etgan bandalikni bajo keltirgan degan ma'noni anglatsa kerak-da. Marhum so'zining ma'nosi Allohning rahmatiga sazovor bo'lgan, rahmatli degan ma'noni anglatadi. Imom uzoqdan keldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tgan insonlar haqida faqat yaxshi gap aytish, ularni yaxshilik bilan eslashga buyurganlar. Mulla Bahrulla yomon odam emas edi. Ishida kamchiligi bo'lmagan, ishxonaga hammadan barvaqt kelib,
barchadan kech qaytardi. Odamlar bilan muomalasi iliq, kirishimli edi. O'tgan yili deputatlikka ham saylangandi. Masjidda hammadan kech qolib ketishining sababi nimada? Tergovchi ham suhbatini to'xtatishga majbur bo'ldi. Shunchalik yumushi ko'pmidi? Sirasini aytganda, ishxonada unaqa oshib-toshib yotgan ish yo'q. Hamma yumushni peshingacha uddalasa bo'ladi. Bahrulla negadir uyiga shoshilmasdi. Ko'pincha Qur'on mutolaa qilib o'tirardi. Uyidagi seyfdan kattagina pul topilgan. Tergovchi maqsadga yaqin bordi. Shuncha pulni u qanday topgan bo'lsa? Bahrulla hoji noiblikdan tashqari masjidga najot istab kelgan muslimalarga dam-pam solib turardi. Imom soddaroq qilib tushuntirishga urindi. Kimnidir o'qib jinslardan xalos qilardi. Nima? Siz dam solish, jin haydash degan eskilik sarqitlarga ishonasizmi? Piching qildi Isqvar. Odamlarni aldab, pulini shilishga usta bo'lib ketgansizlar. Sanjarbek munozaraga sabab bo'layotgan masalada bilimi sayozligi, diniy savodxonligi bu xususda arzirli, so'z qotmoqqa arzirligi, tilidagi e'tirof etgani bilan dilini inkor ustuvorligi sabab jim turishni ma'qul ko'rdi. Ukajon, bilib bilmasdan gapirish durust emas, dedi imom boshini chayqab. Dam solish Alloh taoloning kitobi, Qur'oni Karim oyatlari va Robbimning ismlari, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning rivoyat qilgan duolarini o'qib panoh tilashdir. Buning nimasi nojoiz? Aslida dam soluvchilar hozir sizlar psixolog deb atovchi mutaxassislar bajarayotgan ishni qiladi. Ya'ni ruhiy davolashni amalga oshiradi. Sho'rolar davrida uzoq yillar bu haqiqat inkor etib kelindi. Shuning ta'siri hozirgacha sezilmoqda. Ayrim insonlar bu muolajaga umuman ishonmaydilar. Ixlos qo'ymaydilar. Boshqa birovlar esa hamma narsa dam solishda u bilan har qanday dardni davolasa bo'ladi degan noto'g'ri taassurotga ega bo'lganlari holda tibni inkor etishgacha boradilar. Zamonaviy tibbiyot xasta insonning tuzalishi qilinayotgan muolajaning ta'siri bo'lishi uchun birinchi navbatda uning ruhiy holati yaxshi bo'lishi, ikkinchidan uning qalbida malham topishga ishonch, davolashga chin dildan ishonch bo'lishi lozimligi isbotlanadi. Ruhshunoslar kishilarga maslahat beradi. Turli narsalarni, jumladan musiqa tinglash, kitob o'qish, sport bilan shug'ullanish, behuda narsalarni o'ylamaslik va shunga o'xshash odamning ruhiy holatini, ishonchini quvvatlashga qaratilgan narsalarni bajarishni tavsiya qiladilar. Bunga rivoya etgan, ishongan mijozlar ruhiy tushkunlik holatidan chiqib ketadi. Dardiga davo topadi. Xuddi shunday Alloh taolodan chin dildan o'ziga shifo so'rayotgan, Allohning kalomini o'qib dam solayotgan taqvodorga ixlos qo'ygan kishining tuzalib ketishining hech qanday ajablanarli joyi yo'q. Dam solish haqligiga biz Qur'onni mu'minlar uchun shifo va rahmat o'laroq nozil qilamiz degan oyati karimani ko'plab hadisi shariflarni dalil qilib keltirish mumkin. Uzr, ko'p gapirib qo'ydim. El orasida jin urdi, ichiga jin kirdi degan gaplar yuradi. Guruh rahbari fursatdan foydalanib o'ziga mavhum tuyulgan tushunchalarga aniqlik kiritishga intildi. Musulmonlar jin deb ataluvchi maxluqlar borligiga iymon keltiradilar. Imom piyoladagi choydan simirib davom etdi. Negaki ular haqida Qur'oni Karim va hadisi shariflarda ishonchli dalillar keltirilgan. Qur'onda Jin surasi mavjud. Alloh taolo xabar beradiki, jinlar odamlarni ko'radi, ovozini eshitib tushunadi. Insonlar esa ularni ko'rish, eshitish imkoniyatiga ega emas. Jinlar zalolatga ketgan insonlarni yo'ldan ozdirib, fikriga ta'sir ko'rsatishi mumkin.
Yo'g'e, nimalar deyapsiz? Dedi Botir ensasi qotib. Odamlar o'zlari qilgan ahmoqgarchiliklarini jinlar, shaytonlarga to'nkashadi. Aslida hech qanaqa jin-pin degan narsa yo'q. Qani bitta jinni ko'rsatingchi. Ukajon, unday demang, gunohga qolasiz. Imom yotig'i bilan tushuntirishga harakat qildi. Bizning olam haqidagi tasavvurlarimiz ummondan tomchi. Moddiy olamnigina tan olib, g'aybiy ruhiy olam borligidan bexabar. Yoki bunga ishonmaydigan ayrim nodon kimsalar jinlarni ham mavjudligini inkor qilishdan charchamaydilar. Holbuki tevarak atrofimizda inson ko'ziga ko'rinmaydigan, ammo mavjudligi haqiqat bo'lgan qancha narsalar, dunyoning sir-sinoatlari bor. Masalan, qo'limizdagi telefonga kelayotgan to'lqinni ko'zimiz ilg'amaydi. Xonadonimizni yoritayotgan elektr tokini ko'rolmaymiz, lekin uni simda yurishini, chiroqni, televizorni yondirishini, muzlatgichni ishlatishini hammamiz bilamiz. Havoni, kislorodni ko'rmaymiz, biroq uning borligini, usiz bir daqiqa yashab bo'lmasligi barchaga ayon. Shu kabi ko'zga ko'rinmas jinlarning mavjudligi ayni haqiqat. Ular iymoni sustlar, Alloh taoloning zikridan va Qur'oni Karim tilovatidan g'ofil bandalar bo'lganlarga jinlardan saqlanish uchun o'qilishi lozim bo'lgan duolarni o'qimay yurgan odamlarga tegishlari mumkin. Agar banda Alloh taoloning aytganini qilib yursa, jinlar unga qarshi hech narsa qila olmaydi. Har bir inson uchun shaytonning vasvasasidan qutulishning oson yo'li mo'min, musulmon, iymonli, insofli va taqvodor bo'lishdan iborat. Allohni har doim zikr qilib yurish shaytonga qarshi eng ishonchli va kuchli quroldir. Nima? Bu bilan siz taqvodor emas, jin tekkan odamsiz demoqchimisiz? Dedi isqvar quloq tumshuq qilib. Yo'q inim, siz jin tekkan odamga o'xshamaysiz. Imom hazillashyaptimi yoki jiddiy gapiryaptimi tushunib bo'lmasdi. O'zingiz dindan yiroq bo'lganingiz bilan oilangizda taqvodor bordir yoki uyingiz masjidga yaqinroqdir. O'zimizni musulmon sanasak-da, islomdan bexabarligimiz, diniy ilmimiz hamin qadarligi rost. Botir noto'g'ri gapirib qo'yganini anglab, o'zini oqlashga tushdi. O'zimiz o'zbek bo'lgani bilan rus maktabda o'qidik. Universitetni Yevro guruhlarda bitirdik. Ammo to'g'ri topdingiz. Uyda keliningiz 5 vaqt namozda, masjid hovlimizning shundoq yonginasida. Ana ko'rdingizmi? Dedi imom, bashorati to'g'ri chiqqandan suyunib. Ishxonangizda ham kimdir bor. Azon, takbir aytilgan joydan jinlar yiroq bo'ladi. Ishxonada kimdir bor deysizmi? Bunisiga ishonish qiyin. Milisaxonada-ya? Nosirxon aka, guruh rahbari mavzuni o'zgartirdi. Demak, marhum noyiblik ishidan tashqari dam solish bilan shug'ullanib kelgan. Aytingchi, Bahrulla mullada shunaqa qobiliyat, iqtidor bormi? Yoki shunchaki pul ishlash? Taqsir, birovning ishonchiga kirish oson ish emas. Imom mehmonga yuzlandi. Foydasi bo'lmasa, dardiga davo topmasa, kim ham izlab kelardi? Rahmatli islom ilmida juda unaqa kuchli bo'lmasa-da, dam solishga, har qanday kishining ruhiyatiga ijobiy ta'sir o'tkazishga usta edi. Bir ikki kelib, dardidan forig' bo'lganlar minnatdorlik evaziga ko'nglidan chiqarib, biror jonliq yo pul tashlab ketishi turgan gap. Hadya, ehsonlarni qabul qilmaslikning ham iloji yo'q-da. Odamlarni bilasiz-ku. Noibning dushmanlari bormidi? Yo'q-e. Kim ham unga g'anim bo'lardi, dedi imom kulimsirab. Faqat anavi kichkina kelin, oti Mardonamidi? Xuddi shunday. Shu ayol bilan murosa qilolmay it-mushuk bo'lib yurardi. Qotillikni shu xotin qilgan deb o'ylaysizmi? Guruh rahbari
kezi kelganda imomning fikrini bilishga qiziqdi. Ayol qamalgan deb eshitdim. Bekorga qamoqqa tiqmagandirsizlar. Mavhumroq javob qildi imom. Ko'rmay bilmay turib birovni ayblash gunohi azim. To'g'ri, mardona birinchi raqamli gumondor sifatida qamoqqa olingan, ammo bu qotillikni aynan u qilganligini anglatmaydi. Nima deb o'ylaysiz? Er xotin o'rtasidagi nifoq qotillikka sabab bo'lishi mumkinmi? Savolni boshqacharoq takrorladi tergovchi. Rostini aytsam, ularning janjalini nima sababligini sira ham tushuna olmayman. Imom bir nuqtaga tikilgancha javob berdi. Ayol sochini yulib bir necha bor oldimga keldi. Erini ziqnalikda, bolalariga mehrsizlikda, o'ziga nisbatan xiyonat va shafqatsizlikda aybladi. Bahrullaxon bilan gaplashsam teskarisini aytdi. Xotinini noshukur, ko'rnamakka chiqardi. Tuzini yeb tuzlig'iga tupuradigan betamiz ayol deb zorlanadi. Kimga ishonishni ham bilmaysan kishi. Oilaki xotirjamligi yo'q ekan, bunga birinchi galda erkak mas'ul. Shu vajdan imomga ko'p nasihat qildim. Gapirmagan gapim qolmadi. Noibning birinchi xotini Donoxon bilan munosabati qanday edi? Guruh rahbari navbatdagi masalaga o'tdi. Vallohu alam. Donoxon kelin mo'mina, muslima, kamsuqum, sodda va siniqqina ayol, dedi imom qo'lidagi moviy rang tasbihini o'girishdan to'xtatmay. Erini ko'ziga tik qaraydigan, chizgan chizig'idan chiqadigan inson emas. Rahmatli xotinlardan gap chiqqanda xotinim meni uylantirib qo'yib jannatiy bo'lmoqchi deb maqtanib qo'yardi. Erini uylantirib qo'ygan xotinlar chindan ham jannatga tusharkanmi? Isqivor tomdan tarasha tushganday tashlab qoldi. Tinchlikmi Botirjon? Dedi Sanjarbek kulimsirab. Nima balo? Kelin ham jannatiy bo'lishni istab qoldilarmi? Yo'g'e, keyingi paytda ko'pchilikning og'zida shu gap. Dedi Isqivor qizarib. Bor narsami, yo'q narsami hazratdan so'rab olay degandim-da. Aslida bu gaplar nafsiga qul, chala mulla, madrasa ko'rmagan domlalarning ixtirosi. Qur'onda ham, hadislarda ham bunaqa kalom yo'q. Imom stol ustidagi muqaddas kitoblarga ishora qildi. To'g'risi, islomda erkaklarga 4 tagacha uylanishga izn berilgan, ammo buning muayyan shartlari, rivoya qilinishi lozim bo'lgan amallari borligini unutmaslik kerak. Qur'oni Karimning Niso surasining 3-oyatda shunday deyilgan: O'zingizga yoqqan ayollardan 2tami, 3tami, 4tami nikohlab oling. Agar adolat qila olmaslikdan qo'rqsangiz bittani oling. Islom dini zino, haromi bola orttirishning oldini olish maqsadida ham jinsiy quvvat va mablag' jihatdan imkoni bor kishilarga zarurat yuzasidan ko'p xotinlikka ruxsat beradi. Ammo bu asl amr, majburiyat emas, balki shartli ruxsatdir. Muborak dinimizda imkoni yo'qlar, bittadan ortiq xotinga ehtiyoji bo'lmaganlar ko'p xotinlikka majbur qilinmaydi. Ko'pchilik oyatning birinchi qismini to'tida yod olib, ikkinchi qismiga ahamiyat bermaydi. Aslida ko'p xotinlikning asosiy sharti shu yerda aniq ko'rsatib qo'yilgan. Ko'p xotinli er birinchi navbatda ayollar o'rtasida adolatni ta'minlashi shart qilingan. Ya'ni er muomalada, nafaqada, hayotiy ishlarda va hatto yotib turishda ham xotinlari o'rtasida adolatli bo'lmog'i shart. Fiqh kitoblarida bu masala mayda-chuydasigacha batafsil bayon etilgan. Endi erni uylantirgan xotinning jannatga tushishi masalasida imom gapiraveraymi deganday guruh rahbariga qarab qo'ydi.
Yigitlar uni jon quloqlari bilan tinglab turganlariga ishonch hosil qilgach, qiroat bilan davom etdi. Ma'lumki, islom dinida ayolning ham, erkakning ham huquqlari va majburiyatlari aniq va teng qilib belgilanganligi bilan diqqatga sazovordir. Islomga qadar ayol kishi haq-huquqsiz, insoniy qadr-qimmatdan mahrum edi. Qiz bola tug'ilgan oila motam tutar, keyinchalik or-nomus va iqtisodiy qiyinchilikka sabab bo'lmasligi uchun tiriklay ko'mib yuborar edi. Qur'oni Karim bu illatlarni qoraladi va chek qo'ydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jannat onalar oyog'i ostidadir deb marhamat qilganlar. Kimning 3 ta qizi bo'lib, ularni o'z qo'lida tarbiyalab katta qilsa, jannatga kirishi muqarrardir, dedilar. Shunda bir kishi: "Ya Rasululloh, uning 2 ta qizi bo'lsa-chi?" deb so'radi. "U zot 2 ta qizi bo'lsa ham" deya javob berdilar. Imom paxta gulli piyoladagi sovuq choy bilan tomog'ini ho'llab suhbatlashishlariga tikildi. "Ko'p gapirib, sizlarni zeriktirib qo'ymadimmi?" Yo'q, bemalol gapiravering. Tergovchi ma'ruzaning davomini eshitishga oshiqdi. Xo'sh, endi o'zingiz sog'lom aql bilan aytingchi, xotin-qizlarni shunday ulug'lagan din ular uchun shunaqa tahqirli, haqoratomuz sha'ni, qadr-qimmatini yerga uruvchi qoidaga ahkom belgilashi mumkinmi? Yo'q, albatta. Ayol nozik xilqat, sirli, sinoatli zot. Ayol qalbi mehrga, muhabbatga to'la bo'ladi. Hech qaysi zamonda sog'lom fikrlovchi ayol o'z jufti halolini o'zga ayolga berib qo'yishini istamaydi. Er bermoq, jon bermoq deb bekorga aytishmagan. Ayol tabiati shunaqa. Shu vajdan ozodlik va adolat dini bo'lmish islomning erini uylantirib qo'ygan ayol jannatiy bo'ladi degan qoida o'rnatishi hech qanday mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Bu ko'p xotinlikni orzu qilgan va o'zining noma'qul ishlarini din niqobi ostida xaspo'shlashga, oqlashga harakat qilayotgan g'alamis kimsalarning ishi. Ular ikkinchi xotinga uylanib, o'zlari sunnat amalni bajargan bo'lishadi. Nimamush Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgan amal sunnat bo'larmish. Nima? Payg'ambarimiz uxlagan, yegan, ichgan, bular ham sunnat amallar bo'ladimi? Aslida ko'p xotinlik sunnat emas, muboh amal. Ko'p xotinli er ayollari o'rtasida adolat qila olmasa, xotinlariga zulm qilgan bo'ladi va uning amali harom bo'lib qoladi. Qayd etilgan oyatda, agar xotinlarining muomalada, nafaqada, ta'minotda, yotib turishda bir xil teng bo'la olmasang, bitta ayolga uylanish vojib qilingan. Afsuski, ayrim erkaklar muborak dinimizning bunday adolatli hukmlarini bilmaydilar yoki bilsalar ham uni noto'g'ri talqin qilib, o'z nojo'ya harom xarish ishlarini halolga yo'yishga durustlashgan urinadilar. Eng yomoni, na diniy, na dunyoviy bilimga ega bo'lmagan yoshlar bilib bilmay ko'r-ko'rona bu aqidalarga ishonib qolmoqda. Sunnat amal ekan deya imkoni bo'lmasa ayollari o'rtasida adolatni ta'minlashga ko'zi yetmasa-da, ko'p xotinlikni ixtiyor qilmoqdalar. Ayrim nafsiga qurt tushgan chala mullalar esa ularning qilmishlarini rag'batlantirib fatvo bermoqdalar. Yashirincha nikoh o'qib qo'ymoqdalar. Nima? Noibingiz islomning bu qonun qoidalarini bilmasmidi? Sanjarbek soatiga bir qarab ma'ruzani bo'lishga jazm qildi. Nega bilmas ekan? Bilardi. Rahmatli ayollari o'rtasida adolatni ta'minlashga chiranardi. Ammo hozirgi zamonda buning uddasidan chiqish osonmi? Katta kelin mayli,
tilsiz, jag'siz aytganini qilar. Kichik kelin erining har zamonda bosh suqib ketishiga ko'nadimi? O'ziga, bolalariga bo'lgan munosabatidan qanoatlanadimi? Yo'q, albatta. Boshqacha aytganda, ayollar o'rtasida tenglikni, adolatni saqlay olmaydi. Aytsang ko'nmasa, gapirsang unamasa, nima qilish kerak? Aytingchi, noibni oldiga mardonadan boshqa ayollar ham shikoyat qilib kelganmidi? So'radi guruh rahbari. Tushunmadim, qaysi ma'noda? Imom yelkasini qisdi. Bahrulla yoniga kelgan ayollarga shilqimlik qilib, o'ziga og'dirib olishga ustasi farang ekana, izoh berdi tergovchi. Bunisini bilmadim. Bilganim marhumlar sha'niga yomon so'z demak gunoh. Imom mavhumroq javob qildi. Odatda bunaqa ishlarga ayollar o'ch bo'lishadi. Masjidga najot istab keluvchilarning asosiy qismi xotin-qizlarni tashkil etadi. Mardona bilan ham o'qib qo'yish bahonasida tanishgan ekan. Mumkin. Buni taqdir deydilar. Peshonalariga yozilgan yulduzlariga to'g'ri kelgan bo'lsa, tanishsa tanishgandir. Vallohu a'lam. Noibingiz anchagina sho'x, ayollarga suyagi yo'q kishi bo'lgan deyishadi. Shu to'g'rimi? Isqivar gapning indallosini ayta soldi. Har to'kisda bir to'qol deyishadi. Taqsir gapni maqol bilan boshladi. Har to'kis erkakning bir aybi, bir kamchiligi bo'ladi. Bahrullaxon ham bundan xoli emasdi. Aslini olganda ayol xilqati erkaklarning eng nozik joyi hisoblanadi. Ularga magnit kabi talpinamiz. Atrofida parvona misoli aylanamiz. Qadrlaymiz, ardoqlaymiz, mehr qo'yamiz, sevamiz. Alloh taolo bizni shunday yaratgan. Agar yaratgan egam erkak zotiga shu muqaddas mo'jizani ado etmaganida hayot allaqachon to'xtagan bo'lardi. Ana, Yevropa davlatlarini qarang. Ayol ayolga, erkak erkakka chirmashib yotibdi. Bir jinsli nikoh avjida. Bu turishda bola qayerdan paydo bo'ladi? Odamzodning urug'i qurib ketmaydimi? Ha, Xudoyim, biz erlarini ana shunday mo'jizaviy qudrat bilan qurollantirib qo'ygan, ammo har ishda chegara bo'lgani kabi bu masalada ham axloq chegarasidan, islom odoblari doirasidan chiqib ketishimiz kerak emas. O'z manfaatimiz yo'lida o'zgaga zulm qilmasligimiz, jamiyat va davlat qonun qoidalariga so'zsiz itoat qilishimiz lozim. Afsuski, oramizda shu chegarani bilmaydiganlar uchrab turadi. Taqsir, maroqli suhbatingiz, bergan ma'lumotlaringiz uchun tashakkur. Mehmon o'rnidan qo'zg'aldi. Endi bizga ruxsat. Biror narsa yodingizga tushsa, qo'ng'iroq qilarsiz. U cho'ntagidagi tashrif qog'ozini chiqarib mezbonga uzatdi. Mayli, ilohi omin. Martabalaring baland, umrlaring ziyoda bo'lsin. Imom duoga qo'l ochdi. Allohim sizlarni o'z panohida asrasin. Keyingi 2-3 kunda tezkor tergov guruhi 2ga bo'linib, mavjud taxminlar ustida jiddiy va manzilli ishlashga kirishdi. Sanjarbek o'zining hayotiy prinsiplaridan kelib chiqib, avval boshda qamoqda yotgan Mardona masalasini bir yoqli qilib olishga ko'ngliga tugdi. Ustozi Faxriddin Karimovich ta'kidlaganidek, jinoyat ochilmasa ochilmay qolsin, ammo boshqa bir inson nohaq qamoqqa qolmasin. Darvoqe, ustozining holi nima kechdi? Sog' omonmikan? Hozir nima qilayotgan bo'lsa? Tohir G'ofurovich katta bilan gaplashdim. Yaqinda yangilik bo'lib qoladi deyayotgandi. 2 oy o'tdi. Balki jarayon ketayotgandir. Qani edi, qamoqdan chiqib safimizga qo'shilsa. Ishlamasa ham mayli, eson omon oilasi bag'riga qaytib kelsa bas.
Kallali odam har qanday joyda nonini topib ketadi. Ammo u tug'ma tergovchi. O'zini prokuraturasiz, tergovsiz tasavvur ham etolmasa kerak. Agar oqlansa ishga ham tiklanishi kerak-ku. U kishi boshqa tizimga o'tib ketsa, prokuratura uchun katta yo'qotish bo'ladi. Tizim o'zining adolat timsolidan ayriladi. Telefonning jiringlashi xayolini bo'lib yubordi. Ekranda Tohir G'ofurovich yozuvini ko'rib xayolidan bo'rini yo'qlasa qulog'i ko'rinadi degan o'y o'tdi. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sanjarbek, omonmisiz? Ovozdan rahbarning kayfiyati choq ekanligi sezildi. Kamnamosiz. Biz qo'ng'iroq qilmasak so'ramaysiz ham. Angrenlarda nima gaplar? Uzr, ishlar bilan bo'lib qo'ng'iroq qilishga. Bilaman, dedi rahbar kulimsirab. Siz ishga biroz arzigulik natijaga erishmasdan turib qo'ng'iroq qilmasligingizni yaxshi bilaman. Kuni kecha ustozingizning ishi Oliy sudga chaqirtirilibdi. Aka tayinlagan shekilli, har holda ish joyidan siljidi. Shuni aytib qo'yay degandim. Rahmat ustoz, boringizga shukur, dedi shogird quvonchi ichiga sig'may. Juda zo'r ish bo'lardi. Buni qarang. Ko'ngil to'g'ri ekan. Hozirgina Faxriddin akani o'ylab turgandim. Hozircha hech kimga hech narsa demay turing. Oilasi ham bilmagani ma'qul. Albatta. Ishingizda nima yangiliklar? Rahbar gapni boshqa yoqqa burdi. Ayolning aybsizligini isbot qila oldingizmi? Tohir G'aniyevich, hali sizga axborot bermagandim-ku. Qayerdan bildingiz? Nima? Sizni bilmaymanmi? Keyingi paytda qayerga borsangiz ishni jinoyatni ochishdan, qotilni topishdan emas, qamoqda yotgan sho'rliklarni aybsizligini isbotlashdan boshlayapsiz-ku. Ustoz, nima qilay? Bularingiz jinoyatni ochishga astoydil berilib ketib, voqea atrofida duch kelgan kimsani qamash amaliyotidan voz kechmayotgan bo'lsa, shu bilan qotillik mashmashasi bo'yicha yuzaga kelgan taranglikni bartaraf etishni, jinoyatni ochildi qilib, yuqorining bosimidan qutulishni o'ylashadi. Ha, afsuski, shunaqa noto'g'ri amaliyotga chek qo'yishning imkoni bo'lmayapti, dedi rahbar taassuf bilan. Qotillikni issiq izidan tezda ochib, rahbarlar jamoatchilik oldida maqtanishga yaxshi ko'ramiz. U yog'i bilan ishimiz yo'q. Shoshma-shosharlik bilan qilingan ish nima bo'lardi? Xatoliklar aybsiz qama-qamalarga olib keladi. Keyin siz kabi tergovchilar qon yutib birovlarning orqasini tozalashga majbur bo'lasizlar. Yaqinda iqtidorli yozuvchi Xurshid Do'stmuhammad bilan uchrashib qolgandim. Siz haqingizda gazetada bosilgan maqolani o'qib chiqibdi. Bilasizmi nima dedi? Sanjarbek, nima balo, yozuvchi biror nojo'ya gap aytdimikan deb xayolda yuragini qo'ltiqlab jim turaverdi. Prokuratura tergovchilari orasida hali qamoqdagi shaxsning aybsizligini isbotlash uchun jon kuydirayotgan fidoyi insonlar bor ekan. Sizlarni qutlasak, tizim adolat yo'lida ekanligiga shubha qilmasak bo'ladi, dedi. So'z ustasida ikki og'iz so'z bilan tizimga baho berdi qo'ydi. Xo'p topib aytibdi-ku, tergovchi o'pkasini bosib oldi. Xurshid akaning shunaqa tesha tegmagan gaplari ko'p-da. Haligacha o'ylab o'yimga yetolmayman. Tohir G'aniyevich fikrini davom ettirdi. Xurshid aka bu bilan nima demoqchi bo'ldi? Tizim adolat yo'lidan chiqib ketgan deb yurardim. Yo'q, hali chiqmagan. Kam bo'lsayam adolat bor ekan.
demoqchi bo'ldimi yoki to'g'ri ma'noda gapirdimi tushunmay qoldim. Ustoz Xurshid aka to'g'ri so'z, haqgo'y va beg'araz inson. Shogird ustozini tinchlantirishga urindi. Har gapda teran falsafa bilan birga yengilgina yumor ham bor. Yaxshi, yoniga kimdir kirdi shekilli, rahbar gapni kalta qildi. Vaziyatga qarab ish tuting. Biror yangilik bo'lsa xabar qilarsiz. Omon bo'ling. Rahmat ustoz. Sanjarbek go'shakni joyiga qo'yib bir muddat xayolga cho'mdi. Rahbar aytgan gaplarni o'zicha tahlil qilib, chala qolgan o'ylarini tiklashga urindi. Nahotki ish o'lik nuqtadan qimirlagan. Oliy sudga chaqirilgan bo'lsa, ishni o'rganayotgan sudya kim bo'lishidan qat'iy nazar hukmning noqonuniy ekanligini darrov payqash turgan gap. Tag'in xalaqit qiladiganlar topilib qolmasmikin? Yo'g'e. Shamol qaysi tarafdan esganini bilmasligi mumkin emas. Eson omon ozodlikka chiqsa, tag'in avvalgiday hamjihatlikda birga ishlash nasib qilarmikan? Shuncha ko'rgiliklarni boshdan kechirgan odam bor-e, qadr bilmas tizimdan o'rgildim deya boshqa joyga ishga ketib qolsachi? Unday qilolmasa kerak. Kasbini chin yurakdan sevadi. Tergovsiz yasholmaydi. Eshik sezilar-sezilmas taqillab xonaga Abdumurod kirib keldi. Ustoz, yaxshimisiz? Og'ir o'yga tolib o'tiribsiz. Tinchlikmi? U qo'ldagi qog'ozlarni stol ustiga qo'yib, o'rindiqqa joylashdi. Yo yangamni sog'inib qoldingizmi? Shunaqaga o'xshaydi. Sanjarbek kayfiyati yaxshiligidan hazilni davom ettirdi. Nima qilamiz, musofirchilik, bo'ydoqchilik deganday. Unga lip etib Toshkentga o'tib keling. Nima muammo? Tergovchi hamkasbining gapini jiddiy qabul qildi. Ishchi? Ish qochib ketmas. Bir kun oldin bo'lmasa, bir kun keyin bo'lar. Yo bitta yarimta beva bechorani topib, mezbon hazilga jiddiy tus berdi. Hoy, oilali, bola chaqali odamlarmiz. Uyat bo'ladi. Guruh rahbari zilga aylanib ketishini oldini olishga urindi. To'g'ri, yigit kishi uydan 7 qadam chiqsa bo'ydoqlik maqomida bo'ladi, degan naqllar bor, ta'kidto. Har kim o'ziga moslab maqol to'qiyverarkanda, sizda nima yangilik? Bizda 2ta yangilik bor. Tergovchi dasturxonini yozib, qay biridan boshlay? Albatta yaxshisidan, dedi Sanjarbek qiziqishi ortib. Said Ota masjididan 2 chaqirim narida ko'chaning muyulishidagi do'konga video kamera o'rnatilgan ekan. Tasma 10-martgacha to'liq ishlagan. Do'kon egasining aytishicha, kamerada masjid tomondan ketayotgan mashinalarni bemalol ko'rish mumkin ekan. Kamera xotirasidagi yozuvlar olindimi? Yomon xabar shuda. Abdumurod bir yutunib davom etdi. Kamera negadir ishlamay qolgan. Egasini 11 yo 12 marta tuzatish uchun ustaga bergan. Baxtga qarshi uni topib bo'lmayapti. Turkiyaga ketganmish. Qachon qaytarkan? Telefoniga tushib bo'lmayapti, davom qildi tergovchi. Otasining aytishicha 3-4 kunda qaytib qolishi kerak. Ammo muammo boshqa yoqda. Usta kamerada tarixini o'chirib yuborgan bo'lishi mumkin. Nega endi? Balki saqlab qo'ygandir. Kamerani tuzatishga olib qolishda usta yozuvlarni nima qilay deb so'ragan. Do'kondor ahmoq, nima keragi bor, o'chirib yuboraver degan ekanda. Mayli, usta kelsinchi, yaxshilikka umid qilamiz, dedi guruh rahbari bosiqlik bilan. Kamerada masjid tomondan kelib ketuvchi avtomashinalar aniq ko'rinarmikan?
Do'kondorning aytishicha, hatto mashinalarning davlat raqami ham ko'rsa bo'larkan. Sababi harakat tezligi pasaytirish uchun yo'lning ikki joyiga sun'iy to'siq lejachi politsiyskiy o'rnatilgan ekan. Shunaqa deng, guruh rahbari o'ylanib qoldi. Shu do'msaklarni yomon ko'rardim. Shusiz ham yo'llarimizning ahvoli hamin qadar. Kamiga bunaqa sun'iy to'siqlar foydali taraflari ham bor ekanda. Shularning bo'lgani yaxshi. Yo'qsa ayrim ucharlar mahallada ham tezlikni 100 dan oshiradi. Mahallalarga qo'yilgan to'g'ri, ammo hozir ayrim uddaburonlar mijoz jalb etish ilinjida oshxonasi, do'koni joylashgan shaharlararo yo'llarga ham baland qilib qo'lbola to'siq qo'yishyapti. Yaqinda Samarqand tarafda Damas kechasi shu to'siqqa urilib yo'ldan chiqib ag'darilib ketgan. Haydovchisi vafot etgan. Yomon bo'libdi-ku. Alloh rahmatiga olsin. Tergovchi yuz silab qo'ydi. Yaqinlari aybdorga da'vo qilganmi? Bizning odamlarni bilasiz-ku. Xudoning ishida. O'lgan o'ldi, ketdi. Arzdod qilgan bilan tirilib kelarmidi? Deb ketaverishadi. Sudlashib yurishni o'zlariga ep ko'rmaydi. Aslida bunday qarashlar noto'g'ri. Sababi bu holat huquqbuzarliklarga rag'bat uyg'otadi. Ular qo'rqmasdan o'z qilmishlarini davom ettiradi. Oqibatda yana qanchadan qancha odamlar avtohalokatga uchrab o'lib ketadi. Mayib majruh bo'lib qoladi. Haq gap. Ko'pchilik o'zining tinchligini o'ylaydi. O'zga bilan ishi yo'q. Befarqlik botqog'iga botib qolgan. O'sha yerda bitta rus bo'lsin, qonunni pesh qilib hammasining onasini Uchqo'rg'ondan ko'rsatadi. To'g'ri qiladi, ma'qulladi Sanjarbek. O'z haq-huquqini talab qilish ayb ish emas. Yuz xotir o'zbekchilik degan vajlar bilan har narsaga qo'l siltash to'g'ri emas. Ayniqsa, so'z insonlar manfaati, o'zgalar haq-huquqlari haqida borayotgan bo'lsa. Mayli, gapiraman desang gap, hasrat qilaman desang muammo ko'p. Yana nima yangiliklar? Ishlayapmiz, duduqlandi Abdumurod. Masjid atrofidagi uylarda yashovchi aholi bilan gaplashyapmiz. Hozircha bildim, ko'rdim degan mard topilmayapti. Kechki payt bo'lganidanmi hech kim hech narsa sezmagan. Qotil masjidga yashirinib pisib piyoda kelgan ko'rinadi. Tag'in masalani mardonaga olib kelib taqamoqchi bo'layapsiz. Shundaymi? Dedi Sanjal kulimsirab. To'g'risiyam-da, jonlandi tergovchi. Boshqa kishi bo'lganda albatta ulovda kelgan bo'lardi. Kimdir ko'zi tushardi. Balki qotil ataylab ko'zga tashlanmaslik maqsadida ulovini uzoqroqqa qo'yib masjidga piyoda kelgandir. Guruh sardori yangi taxminni o'rtaga tashladi. Bu mardona yoki boshqa shaxs ham bo'lishi mumkin. Asosiy guvohni topish, dalil to'plash. O'sha guvoh qurg'ur topilishning iloji bo'lmasa nima qilaylik? Tergovchi xuddi aktyorlarday dona-dona qilib gapirdi. Murodjon, dedi Sanjarbek muloyimlik bilan. Bilasizmi, sizning xatoyingiz nimada? Nima ekan? Tergovchining qovog'i uyildi. Siz qotillikni shu xotin sodir etganiga ich-ichingizdan ishonib qolgansiz. Shu sababli boshqa taxminlar ustida bosh qotirishni xohlamaysiz. Keraksiz tashvish deb bilasiz. Aslida jinoyatchining aybi tegishli dalillar bilan isbotlanmaguncha boshqa taxminlarni ustida ishlashni to'xtatib bo'lmaydi. Ko'pincha tergov asosiy deb hisoblangan tusmol sarob bo'lib chiqadi.
Keraksiz paytda, keraksiz joyda oyoq ostidan chiqib qoladigan sho'rpeshona kishilar tergov qopqoniga ilinadi. Jinoyat tezkorlik bilan osongina fosh etilgandek tuyuladi. Tergovchi ham, yuqoridagilar ham bir muddat xotirjamlikka beriladi. Ana shundan qo'rqaman. Og'zimiz ko'p kuygan. Shu sababli qatiqni ham xo'plab ichishga o'rganib qolganmiz. Albatta, ehtiyotkorlik xalaqit qilmaydi, ma'qulladi Abdumurod. Ish sudga ko'rilib, hukm kuchga kirmaguncha xotirjamlikka berilib bo'lmaydi. Lekin hammasi kunday ravshan bo'lib turgan paytda ortiqcha ovoragarchilikka nima hojat? Tergovda haqiqatni anglash yo'lida qilingan hech bir yumush ortiqchalik qilmaydi. Guruh rahbari yotig'i bilan tushuntirishga urindi. Mana, jindekkina harakat qilib do'kondagi video kamerani topdingiz. Agar o'sha kunlardagi video tasvirlar saqlanib qolingan bo'lsa, bizda yaxshigina yordam tegishi mumkin. To'g'ri-ku, lekin hech qanaqa lekin pekini yo'q. Guruh rahbari hamkasbining gapini bo'ldi. Ishni davom ettiring. Marhumning qo'ni-qo'shnilari, tanish-bilishlari, qarindosh-urug'lari, yaqinlari bilan gaplashib, ko'proq ma'lumot to'plash kerak. Odamlar boya aytganimday befarqlikka moyil. Tilini topmasang, churq etmay o'tiraveradi. Bildim, dedim. Tutildim, bilmadim dedim, qutuldim. Qabilida ish tushadi. Afsuski, ayrim tergovchilar qo'pollik bilan qo'rqitib, ko'rsatma olishga o'rganib qolishgan. Bu esa ko'pchilikning g'ashiga tegadi, yelkasini tirishtiradi. Undan bir og'iz gap olishning imkoni bo'lmay qoladi. Aslida tergovchi so'roq qilayotgan kishining qalbiga yo'l topa bilishi lozim bo'lsa, hasratlashib, dardlashib, bor haqiqatni yuzaga chiqarish kerak. Buning uchun vaqtni, mahoratni ayamasligi, o'zini kamtar va hokisor tutishi shart. Har bir shaxs individual xususiyatlardan kelib chiqib so'roq qilinishi darkor. Yaxshi so'z bilan ilon inidan chiqadi. Shirin suxanlik tergovchi uchun asosiy fazilat. Sanjar aka, to'g'ri aytasiz. Yaxshi gap jon ozig'i deyishadi, dedi Abdumurod hamkasbiga havas bilan tikilib. Sizdan ko'p narsani o'rganishimiz kerak ekan. Asosiysi so'z bilan ish birligi. Bir necha kundan beri kuzataman. Nimani gapirayotgan bo'lsangiz, ish faoliyatingizda ularga qat'iy amal qilyapsiz. Bizda shu narsa yetishmayapti. Bilgan narsalarimizga rivoya qilishning uddasidan chiqolmayapmiz. Ba'zida vaqtdan siqilib, ba'zida yalqovlikka berilib, masalaga yuzaki qaraymiz. Muammoning ichiga kirib bormayapmiz. Sizda aksincha, hammasi risoladagidek ekan. Har bir hatto eng ahamiyatsizdek tuyulgan masalalarga ham chuqur tahlil va e'tibor bilan yondasharkansiz. Oho, sal oshirib yubormadilarmi? Dedi guruh rahbari hijolat bo'lib. Hech kim onadan tergovchi, o'z kasbining ustasi bo'lib tug'ilmaydi. Hayot muallim. Eng asosiysi, inson o'zining nozik nuqtalarini sezib, ularni sayqallashga, to'ldirishga, ishtiyoq va jasorat topa bilishga. Agarki insonni yetuklik darajasiga erishmasdan komillik da'vosini qilsa, bilingki, u manmanlik balosiga uchragan bo'ladi. Faylasuf bo'lib keting-e, dedi Abdumurod kulimsirab. Agar tergovchi bo'lmay, ilmga berilganingizda o'zbek fani ancha yutgan bo'lardi. U holda prokuratura yutqazgan bo'lardi-da, dedi Sanjarbek qoshlarini o'chirib. Peshonada, ukajon, taqdir ekan. Qochib qayerga ham borardik. Ustoz, o'zi qanday qilib huquqshunos, tergovchi bo'lib qolgansiz? Yo avlodingizda kimdir shu sohada ishlaganmi?
Yo'q, qarindoshlarim orasida huquqshunoslar bo'lmagan. Bu kasbga qiziqishim kitoblar sabab. 6-sinfda o'qib yurgan kezlarimda qo'limga Lev Shenin degan yozuvchining Tergovchi xotiralari degan qalinggina kitob tushib qoldi. Siz ham o'qigan bo'lsangiz kerak. O'qimagan ekanman. Boshini qashladi tergovchi. So'ng xijolatdan qutulish uchun qo'shib qo'ydi. Menga Agata Kristi asarlari yoqadi. Iye, tushlik vaqti ham bo'lib qolibdi-ku, dedi u soatiga qarab. Ketdik, unda yo'l-yo'lakay gaplashib ketamiz. Guruh rahbari o'rnidan qo'zg'aldi. Bir joyda farg'onachi osh qilishadi. Prokuratura binosidan chiqqach, mezbon o'ng tomonga yo'l boshladi. Uncha uzoq emas, piyoda borsak ham bo'ladi. Juda yaxshi. Bugun negadir palov yegim kep turgandi. Bilganday taklif qilganingizni qarang. Sanjarbek bu gapni chindan aytdimi yoki o'rtada vujudga kelayotgan iliqlikni mustahkamlash uchun ataylab o'ylab topdimi, tushunib bo'lmasdi. Tergovchi xotiralari to'g'risida gapirib turgandingiz. Abdumurod hikoyaning davomini eshitishga oshiqdi. Muallif uzoq yillar prokuratura tizimida ishlagan. Xotira daftarini varaqlashga tushdi Rahmonov. Boshdan kechirganlarini qalamga olgani bois undagi har bir qissa hayotiy va juda qiziqarli, ta'sirchan yoritilgan. Kitobdan bosh ko'tarolmay qoldim. Ayrim qissalarini takror o'qidim. Asar meni tamomila o'ziga maftun qildi. Dahshatli voqealar tergov jarayonlariga aralashib qolganday, ularni ichida yurganday edim. O'zimni tergovchiday his qilib, har bir qotillik bo'yicha o'z taxminim va gumonlarimni shakllantirishga urinardim. Shu tergovchi bo'lish orzusi bilan yashay boshladim. Mustaqillikning dastlabki yillari yuridik fakultetga o'qishga kirish oson ish emasdi. Tanish-bilishchilik, poraxo'rlik avjida. Uydagilar shundan xavotirda boshqa yengilroq o'qishga hujjat topshirishni maslahat qilishardi. 8-sinfda kim bo'lmoqsan degan mavzuda insho yozganmiz. Men huquqshunos, tergovchi bo'lishimni yozganman. Inshoyimni o'qigan o'qituvchilarimizdan biri ustimdan kulib, senga yo'l bo'lsin. U yerga kazolarning borasi kirolmaydi-ku. Yo puling, yo zo'ring bo'lmasa, yurfakning ostonasiga ham yo'lolmaysan degan. Xafa bo'lganman. Ammo boshqa o'qishga topshirishni, fikrimdan qaytishni xayolimga ham keltirmaganman. Bilimimga, kuchimga ishonganman. Baxtimga maktabni bitirgan paytimizda o'qishga kirish uchun og'zaki imtihonlar o'rniga test sinovlari joriy qilindi. Test imtihonlari muvaffaqiyatli topshirib, o'qishga qabul qilindim. Davlat grantiga salgina balim pastlik qildi. To'lov kontraktga ilindim. Nima qilay? Bilimi cho'g'i menikidan ancha yuqori bo'lgan bolalar ko'p ekan degan o'yga bordim. Keyinchalik hamma sir oshkor bo'ldi. Yuridik institutning 1-guruh o'qituvchilari test savollari bosiladigan nashriyot xodimlari bilan til biriktirib, test variantlarini qo'lga kiritishga va shu asosda kalit yasab imtihondan oldinroq o'zlarining tanish-bilishlariga tarqatib yuborishgan. Abituriyent testga kirganda shu kalt yordamida savollarga tayyor javoblarni belgilab chiqsa bas, eng yuqori ball to'plab birinchilar qatorida talabalar safiga o'tib ketarkan. Biz o'qishga kirgan yili test sinovlarida qalloblikka yo'l qo'ygan bir guruh domlalar huquq tartibot idoralari tomonidan qo'lga olinib, qilmishlari fosh etildi. Juda yuqori ball to'plagan, institutga g'irromlik yo'li bilan kirgan talabalar o'qishdan chetlashtirildi. Ularning o'rniga biz grantga o'tkazildik. O'qishga kirgach, boyagi ichiqora o'qituvchining oldiga borib uyaltirdingizmi? Qiziqsindi Abdumurod. O'qishga kirgach, ustozlarimning oq fotihasini olish uchun maktabga bordim, davom etdi Sanjarbek.
Boshqa muallimlar qatorida u ham qutladi. Aytgan gapidan xijolat chekayotganini ko'rinib turibdi. Xatosini tushunib yetgan bo'lsa bas, eski gaplarni qo'zg'ab uyaltirgim kelmadi. O'qituvchi odam ne orzu, umidlar og'ushida yuksaklarga parvoz qilishga chog'lanib turgan bolaga qanday qilib sen hech narsaga erisholmaysan, umidlaring puch deb aytishi mumkin? Bu bolaning qalbini yaralash, orzularini sarobga chiqarish bilan barobar emasmi? To'g'ri, murabbiy hech qachon o'quvchining shashtini tushirmasligi, qalbini cho'ktirmasligi kerak. Aksincha, dilidagi shiddat cho'g'ini olovlantirishi, katta ishlarga ruhlantirishi, tashabbusini qo'llab-quvvatlashi, rag'batlantirishi lozim. Bilasizmi, ustozning o'sha gaplari yuragimga og'ir botgan bo'lsa-da, keyinchalik o'qishga kirib ketgach undan minnatdor bo'ldim. Negaki, u shu gaplarini menga aytmaganda o'qishga kirishga bunchalik jon-jahdim bilan kirishmagan, o'zimni qiynamagan. Bu yil bo'lmasa keyingi yil o'qish nasib qilar deya xotirjamlikka berilishim mumkin edi. Qolaversa, u haqqi gapni aytgandi. Bizning davrimizdan kelib o'qishga kirish uchun test sinovlari joriy etildi. 10 gacha kirish imtihonlari inson faktoriga bog'liq qilib qo'yilgan bo'lib, tanish-bilishchilik, poraxo'rlik, adolatsizlik avjiga chiqqandi. Tankasi bo'lmasa, bilimining ming zo'r bo'lsin, abituriyent institutning bo'sag'asidan qaytib ketishga majbur bo'lgan. Ayniqsa yurfak, narxoz kabi oliygohlarga asosan amaldorlar, rahbarlar va puldorlarning, ya'ni keti tegirmon aylantiradiganlarning farzandlari o'qishga kira olgan. Biologiya o'qituvchimiz shunga asoslanib menga o'zicha nasihat qilmoqchi bo'lib, aslida u bo'ying yetmaydigan dorga osilma demoqchi bo'lgan. Ajoyibsiz-da, dedi Abdumurod samimiy ohangda. Sizga yomonlik istagan kimsaga ham yaxshilik tilarkansiz, yovuzlikdan ham hikmat izlarkansiz. Qoyil. Bir donishmand nima uchun sizga yomonlik qilgan kishidan o'ch olmaysiz deb so'radilar. Muhtaram zot kulimsirab, it meni tishlasa men ham uni tishlashim kerakmi? Deb javob bergan ekan. Qoyil, donishmand haq gapni aytgan ekan, dedi tergovchi kulgidan o'zini to'xtatib. Ko'tarinki kayfiyat tanovvul payti ham yigitlarni tark etmadi. Peshindan so'ng Sanjarbek keyingi kunlarda qilinadigan ishlarni sarhisob qilish va bajariladigan ishlarni muhokama qilish uchun guruh a'zolarini yig'di. Marhamat Alijon aka, nimalar qilishga urgurdinglar? Guruh rahbari isquvarlar boshlig'iga yuzlandi. Boshliq, noibning xonasidan topilgan anavi xat bo'yicha tekshiruv davom etyapti. Isquvar o'rnidan turib hisob berishga kirishdi. Topshirig'ingiz bo'yicha yigitlarimiz barcha maktablarda bo'lib, yuqori sinf o'quvchilari tomonidan yozilgan insho diktantlarni ko'zdan kechirmoqda. Husnixati o'xshash yozma ishlar yig'ib olinib, poyma-poy xatshunoslik ekspertizasi o'tkazilmoqda. Hozircha maktubning muallifi noma'lumligicha qolmoqda. Bundan tashqari rahmatli mullaning yaqinlari, qo'ni-qo'shnilari, tanish-bilishlari bilan gaplashib, uning aloqalari doirasi, kimlar bilan ishqiy munosabatda bo'lganligi, kimlar bilan oldi-berdisi borligi tekshirilmoqda. Tekshirilayotgani yaxshi. Natija bormi? Shundan gapiring. Guruh rahbari isquvarning gapini bo'ldi. Rostini aytsam, shu paytgacha diqqatga molik natija olganimiz yo'q. Isquvar dangalni aytishga majbur bo'ldi. Noibning atrofidagilar bilan suhbati yomon bo'lmagan. Biror kishi bilan qaslashgani, yovlashgani aniqlanmagan. Qo'ni-qo'shnilari, qarindosh urug'lari orasida obro' e'tibori yaxshi bo'lgan.
Menimcha mulla akaning nozik joyi ayollar bo'lgan. O'tgan yili yoz oylarida bir yigit ertalab masjidga kelib rosa to'polon ko'tarib ketgan ekan. Farrosh ayolning aytishicha noyibning yuziga bir ikki tarsaki ham tushirgan. Yigitning kimligi aniqlandimi? Guruh rahbari o'rnidan turib ketdi. Yo'q, uni Farrosh opadan boshqa hech kim ko'rmagan. Davom etdi Isqvar. Yoshi 35-40lar atrofidagi, Qorachadan kelgan, bashang kiyingan, o'ktamgina yigit edi, deyapti. Boshqa hech narsani eslolmadi. Noyib prokuratura yoki militsiyaga murojaat qilgan bo'lsa ajabmas. Tekshirib ko'rdingizmi? Tekshirdik. Noyib hech qayerga shikoyat bermagan. Hech qanaqa material topilmadi, dedi Isqvorlar sardori hozir javoblik bilan. Kimsa Imom xatibning noyibi boz ustiga shahar kengashi deputatini ishxonasiga ko'chadan kelgan bir zo'ravon do'pposlab ketsa-yu hech kimning xabari bo'lmasa, shahar berdarvoza ekanda, yaxshilab tekshirib ko'rdingizmi? Tekshirdim. Bazadan qaradim, yigitlardan so'radim, unaqa material bo'lmagan. Demak, noyib tayoq yegan bo'lsa-da sukut saqlashni ma'qul ko'rgan, xulosa qildi guruh rahbari. O'zining orqasi toza bo'lmagan, qanday murojaat qilsin, dedi Abdumurod ensasi qotib. Ariza bersa o'zining ham keti ochilib qolishini bilmagan deysizmi? Eshik ohista taqillab kotiba qiz mo'raladi. Assalomu alaykum, uzr, Sanjar aka, sizni prokuror so'rayotgandi. Kutib turibdilar. Yaxshi, hozir kiraman. Guruh rahbari o'rnidan qo'zg'aldi. Murodjon, o'zlaring gaplashib turinglar. Nimaga chaqirayotgan bo'lsa? Ish bo'yicha biror yangilik bormikan? Tergovchi 2-qavatga ko'tarilarkan yo'qlov sababini topishga urindi. Hamisha gavjun qabulxona Sanjob edi. Kotiba uni tabassum ila qarshilab ichkariga chorladi. Assalomu alaykum, Ulug'bek Atayevich, mumkinmi? Tergovchi xonada begona shaxs borligiga ko'zi tushib, ortiga tisarildi. Uzr, kutib turaman. Assalomu alaykum, Sanjar aka. Yo'q. Keling, sizni kutib turgandik. Prokuror tavoze bilan qo'l berishib, ko'rishib, joy ko'rsatdi. O'tiring, marhamat. Ishlar qalay? Biror yangilik bormi? Ishlar bilan bo'lib, sizdan xabar ololmayapman. Yaxshi, ishlayapmiz. Tergovchi begona kishining oldida ish tafsilotlarini ochiqlagisi kelmay qisqaroq javob qildi. Bu singlimizning ismlari Zabella. Prokuror hamkasbining begonasirab turganini fahmlab mehmonni tanishtirishga kirishdi. Yuridik universitetda 4-kursda o'qiydi. O'tgan yili bizda amaliyot o'tagan. Juda mardona, shiddatli qiz. Yozuv chizuvi ham joyida. Tergovchi bo'lmoqchi. Kelganingizni eshitib, bitiruv amaliyotini bizga olibdi. Sizga yordam bermoqchi. Shogirdlikka olasizmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qiz xijolatdan olmaday qizarib Hol so'ragan bo'ldi. Malikuya, ammo qiz bola narsa, qiynalib qolmasmikin? Ikkilandi tergovchi qizga ko'z qirini tashlab. Bunga xavotir olmang. Qiz bola bo'lsa-da yuragi katta. Yigitlarni changida qoldiradi, dedi prokuror ishonch bilan. Olavering, achinmaysiz. Mayli, ishlatib ko'raylikchi, dedi tergovchi sal yumshab. Chiday olarmikan? Ustoz, xavotir olmang, chidayman, dedi talaba qat'iyat bilan. Niyatim tergovchi bo'lish, uyaltirib qo'ymayman. Ana ko'rdingizmi? Singlimizning shaxti baland, olovning o'zginasi, dedi prokuror kulimsirab. Hech narsadan qaytmaydi. Ikki yigitning g'ayrati bor. O'tgan yili bizga ancha foydasi tekkan. Yaxshi, men roziman. Men rozi. Sizni jamoatchi yordamchi sifatida guruhga qo'shamiz. Sanjarbek talabaga yuzlandi. Qachon kelasiz?
Men tayyorman, hoziroq ishga kirishishim mumkin. Qiz dadillandi. Unda ketdik, sizni tanishtiraman. Tergov guruhi a'zolari to'planib turgandi. Tergovchi o'rnidan qo'zg'aldi va prokurorga yuzlanib ketishga izn so'ragan bo'ldi. Ulug'bek Atayevich, boshqa xizmat yo'qmi? Yo'q, bo'ldi. Sizlarga omad. Prokuror xayrlashishga turdi. Sanjarbek guruhning yangi a'zosini xonasiga boshlab bo'ldi. Abdumurod mehmonni darrov tanidi. Qolganlar uni kim ekanligiga tushunolmay lol qotdi. Tanishing, Izabella, yuridik universitet talabasi, dedi guruh rahbari qizni o'tirishga imlab. Bizga amaliyot ushlash uchun kelgan. Birga ishlaymiz. Qiz bola-ya, piching qildi o'tirganlardan kimdir. Izabella, yaxshimisiz, dedi Abdumurod bosh irg'ab. Amaliyotni yana bizga olibsiz-da. Ustoz, o'zingiz omonmisiz? Talaba o'tirganlar ichida tanish kishi borligidan sevinib ketdi. Shunaqa bo'ldi. Amaliyotni tag'in sizlarga oldim. To'g'ri qilibsiz. Uyingiz bir qadam bo'lsa. Nechinchi kursga o'tdingiz? 4-chi, bitiruvchi kursdamiz. Asosan amaliyotda bo'lamiz. Unda ancha foydangiz tegarkan, dedi Abdumurod mamnun jilmayib. So'ng guruh rahbariga yuzlandi. Izabella o'tgan yili bizda amaliyot o'tagan. Hech narsadan toymaydigan dadil va mard, chaqqon qiz. Isquvarlar, ola, maqtov ham evi bilan da degandek ma'nodor ko'z urishtirib qo'yishdi. Guruh rahbari bu holatni sezib izoh berdi. Ulug'bek Atayevich Izabellani yaxshi ta'rifladi. To'maris avlodida qizlarimizning matonatiga shubha qilishga haqqimiz yo'q. To'ppa-to'g'ri. O'zi sinchalakday bo'lgani bilan bu qizchada 3 yigitning shahdi bor. Ana ko'rasiz, dedi Abdumurod ishonch bilan. Yaxshi, davom etamiz. Guruh rahbari tashkiliy masalalarda chek qo'yishga lozim topdi. U guruhning yangi a'zosini ham tushunarli bo'lishi uchun avval jinoyat ishi tafsilotlari va amalga oshirilgan tergov harakatlari xususida qisqacha gapirib, so'ng yig'ilish kuni tartibdagi masalaga qaytdi. Demak, noyib kaltaklangani masalasida hech qayerga murojaat qilmagan, hech kimga aytmagan, shundaymi? Shunday, ta'kidladi Alijon. Balki deputat odam shov-shuv bo'lishidan, ortiqcha gap so'z ko'payishidan istihola qilgandir. Balki el oldida sharmanda bo'lishni xohlamagandir. Balki boya aytganimizday o'zining ham qilmishi ochilib ketishdan cho'chigandir. To'g'ri, aslini olganda buning sabablari ko'p bo'lishi mumkin, dedi guruh rahbari bir nuqtadan ko'z uzmay. Asosiysi hozir biz o'sha shaxsning kimligini va nima sababdan noyibning yoniga qilich yalang'ochlab kelganini aniqlash, hattoki farrosh ayol o'sha kimsaning xos belgilarini yodda saqlab qolmagan bo'lsa. Rost, aylantirib so'rab ko'rdim. Biror tayinli gap ayta olmadi. Ishonmasangiz o'zingiz gaplashib ko'rishingiz mumkin, dedi isquvar tumsayib. Albatta, ertaga chaqirtiring, dedi guruh rahbari biroz yumshab. O'sha zo'ravonni boshqa hech kim ko'rmagan. Masjidga nimada, qanaqa ulovda kelganini ham hech kim payqamagan. Shundaymi? Shunday, barvaqt bo'lgan. Ishda noyib bilan farroshdan boshqa hech zoh bo'lmagan. Zo'ravon noyib ishga erta kelishini bilgan. Tahlil qilishga kirishdi guruh rahbari. Ular tanish bo'lgan deyishga ham asos bor. Balki noyib kimnidir o'g'lini, qizini yoxud yaqinlardan birini oqlayman, dam solaman yoki boshqacha usulda muolaja qilaman deb, aksincha ahvolni battar og'irlashtirib, hayotini xavf ostiga qo'ygan yoki nogiron qilib qo'ygandir. Yoki noyib kimningdir ayoliga, qiziga yoki singlisiga shilqimlik qilgani uchun jazosini olgandir. Kutilmaganda Izabella fikr bildirishga jur'at etdi. Juda to'g'ri. Rahmat, Izabellaxon, ziyrak ekansiz. Guruh rahbari o'zi aytishga ulgurmagan fikrni talabadan eshitib, uni rag'batlantirib qo'ydi.
Bu taxmin ham haqiqatga yaqin. Noyib 2 xotinga uylangan. Qolaversa, imom ham uning ayollar masalasida sal suyagi yo'qroq ekanligini inkor etmadi. Shu sababli zo'ravonni noyibning huzuriga najot istab kelgan ayollarga daxldor shaxslar orasidan izlab ko'rishga to'g'ri keladi. Buning uchun avval keyingi 1-2 yil ichida noyibga o'qitish, jin quvish, dam soldirish va boshqa masalalarda qatnagan shaxslarning ro'yxatini to'liq shakllantirishga to'g'ri keladi. Oho, bu juda qiyin masala. Botir e'tiroz qildi. Masjidga kelib ketuvchilar soni 1000 ta bo'lgan. Ular hech qayerga xatlovga olinmagan, video kamera o'rnatilmagan. To'liq ro'yxatni shakllantirishning umuman iloji bo'lmaydi. To'g'ri, bu oson vazifa emas. Guruh rahbari fikrni asoslashga kirishdi. Ammo boshida ulardan 3-4 kimsani topib, shular orqali qolgan shaxslarga chiqib borish mumkin. Bilasizlar, unaqa joyga borgan xotinlar bir-birlari bilan tanishib, dardlashishga o'ch bo'lishadi. Darrov telefon almashib, bordi-keldini yo'lga qo'yib yuborishadi. Gap doimiy mijozlardan bir nechtasini topishda. U yog'i oson kechadi. O'zlarini oshkor qilishadi. Zo'ravonga ham shu yo'l bilan chiqib borishimiz mumkin. Sanjar aka, o'sha zo'ravonga juda yopishib oldingiz. Nima, qotil shu deb o'ylayapsizmi? Dedi Abdumurod ensasi qotib. Nima bo'lishi mumkin emasmi? Guruh rahbari qarshi hujumga o'tdi. Aytaylik, zo'ravon o'qib qo'yish bahonasida ayoliga yoki qiziga shilqimlik qilgan noyibni birinchi marta ogohlantirgan. 1-2 tarsaki tushirib, ko'zini qo'rqitib, shilqim bundan tegishli xulosa chiqarmasdan hayosiz qiliqlarini davom ettirgan. Bunday paytlarda har qanday or-nomusli inson o'zini tutib tura olmaydi. Oilasi sha'ni, qadr-qimmatini himoya qilish uchun qo'liga qurol olishga majbur bo'ladi. To'g'ri-ku-ya. Biroq zo'ravon noyibni o'ldirish niyati bo'lganda kuppa-kunduz masjidga kelmagan, guvohning oldida urmagan bo'lardi. Tergovchi o'z tasavvur qo'rg'onini himoya qilishga kirishdi. Izabella guruh rahbariga men javob bersam maylimi? deganday bir qarab izin tekkach dedi. Ustoz, o'sha paytda zo'ravonda noyibni o'ldirish niyati bo'lmagan. Keyinchalik tag'in shu holat takrorlangach o'zini tutolmagan. Sabr kosasi chil-chil singan, ko'zi qonga to'lgan. Bunday ruhiy bosimda inson har narsaga qodir bo'ladi. Oila sha'nini himoya qilish uchun hech narsadan toymaydi. Qasos qilichini yalang'ochlab, g'anim oldiga qanday borganini o'zi bilmay qoladi. Juda to'g'ri, ma'qulladi guruh rahbari. Biz o'zbeklar azaldan qaynoqqon, oriyatli xalqmiz. Gap qizi yoki ayolning sha'ni, nomusi to'g'risida ketayotgan bo'lsa, zo'ravonning jahli otiga minib kuppa-kunduz guvohlar bo'lishidan cho'chimay, tap tortmasdan masjidga bostirib kelishi, sharmandali usulda qotillik sodir etishini tushunsa bo'ladi. Nima bo'lgandayam bu insonni topish, tergovda burilish yasashga, ko'pgina masalalarni ochishga, yechim topishga imkon bergan bo'lardi. O'rtoq boshliq, xavotir olmang. Zo'ravonni yerning tagidan bo'lsa ham topamiz. Isqivar tergovchini tinchlantirishga urindi. Farrosh opa yordamida fotorobotini chizdirsak bas. Angren uncha katta shahar emas, topish qiyin kechmaydi. Shu bugundan noyibga qatnab yurgan ashaddiy mijozlarni qidirishga kirishamiz. Yaxshi, lozim bo'lsa qo'shimcha kuchlarni jalb qiling. Guruh rahbari topshiriqlarni qalashtirib tashladi. Qotillikni fosh qilish uchun biz birinchi navbatda Jabrbiydaning o'zi to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Marhumning hayoti, turmush tarzi boshqalarnikidan farqli o'laroq ancha sirli, mavhum va o'zgacha bo'lganligini hisobga olganda haqiqatni aniqlash, real faktlarni to'plash oson kechmaydi. Ko'pchilik uni nafsi o'tkir mulla,
Alloh yuqtirgan bashoratgo'y muhtaram zot xalq noibi deputat sifatida bilgan va hurmat qilgan. U bilan turmush chorrahalarida, taqdir so'qmoqlarda uchragan kam sonli kishilardagina uning haqiqiy basharasi, asl yuzini ko'rish, bilish mumkin. Bunday shaxsni avvalo uning maktabdoshlari, sinfdoshlari, muqaddam birga ishlagan safdoshlari, sirdoshlari orasidan axtargan ma'qul. Noiblikka, diniy yo'nalishga o'tishdan oldin qanday mashg'ulot bilan shug'ullangan, qayerlarda ishlagan, kimlar bilan yaqin bo'lgan, barchasiga aniqlik kiritish darkor. Tushunarlimi? Tushunarli, dedi Alijon qandaydir hafsalasizlik bilan. Ish qilib qotilni qidirish o'rniga jabrlanuvchining atrofida kuymalanib qolmasak go'rgaydi. Alijon aka, shuncha paytdan buyon qulog'ingizga tanbur chertdimmi? Sanjarbekning qoshlari chimirildi. Bilib qo'ying, qotillik boshqa jinoyatlardan tubdan farq qiladi. Ko'pgina hollarda jinoyat qasos, o'ch olish yoki yaqinlardan birining qilmishlari uchun tovon to'latish maqsadida sodir etiladi. Boshqacha aytganda, jabrlanuvchi yoki uning oila a'zolarining qachonlardir kimlargadir qilgan adolatsizligi, qimmatga tushgan xatosi, nojo'ya xatti-harakati qotillikning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Bunday hollarda qotilga chiqib borishning eng samarali, oson usuli jabrlanuvchining shaxsini o'rganish bilan bog'liq. Marhumning o'zi haqida to'liq tasavvurga ega bo'lmasdan, uning ichki dunyosiga kirmasdan na jinoyatning motivini, na ijrochilarini aniqlash mushkul. Aks holda tergovchining jinoyatni fosh qilish uchun qilgan harakati samarasiz bo'ladi. Bu gaplarni aytishdan maqsad, tajribamiz kelajakda bundanda og'ir, murakkab jinoyatlarni fosh etishda sizlarga asqotar degan umiddaman. Albatta ustoz, ko'ngilga olmang. Abdumurod gapni hazilga burdi. Isquvarlar yengilning ostidan, og'irning ustidan yurishga odatlanib qolishgan. Qorning suvini qimirlatgilari kelmaydi. Abdumurodjon, bu gapingizga qo'shilmayman, e'tiroz qildi Alijon. Yigitlarimiz kecha kunduz tinim bilishmaydi. To'g'ri. Yigitlaringiz qotillik sodir etilganda 3-4 kun chopa-chop qilib qolishadi. Keyinchalik boshqa jinoyat sodir etilsa, hamma o'zini o'sha yoqqa uradi. Birlamchi ish hammaning yodidan ko'tariladi. Sanjar aka, xo'sh, ishni ilmiy, tahliliy, tizimli yondashuvi yo'q. Bu gap nafaqat isquvarlarga, balki biz tergovchilarga ham taalluqli. Ha, o'lmang. Bu gapingiz to'g'ri. Isquvarlar boshlig'iga jon kirdi. Mehmondan ko'p narsani o'rganishimiz, minnatdor bo'lishimiz kerak. Ishimizga markazning ruhiyatini, poytaxtning tartibini olib kelmoqchi. Gap poytaxtda emas, guruh rahbarining ko'nglidan men ne deyman, qubizim ne deydi degan fikr o'tdi. Qonun hamma joyda, barcha uchun bir xil. Faqat uni har kim o'zi manfaatidan kelib chiqib turlicha talqin qiladi. Eng yomoni qayerga bormay, nafaqat ichki ishlar idoralari xodimlari, balki ayrim tergovchilar ham protsessual qonunchilik talablarini mensimay qo'ygani, inson taqdiriga panjara orasidan qarashga o'rganib qolganini ko'raman. Fuqarolarni yetarli asoslarsiz ushlab turish, qamoqqa olish va boshqa majburlov choralarini qo'llash odatiy holga aylanib qolgan. Isbot, dalil degan tushunchalar o'zining asl mohiyatini yo'qotgan. Tergovning muqaddas tamoyillari, qonun qoidalari oyoq osti qilinyapti. Shunga achinaman. Bizda unaqa noqonuniy qama-qamalar yo'g'u, ammo tergovda dalillar maqbulligi va isbotlash qoidalariga risoladagidek amal qilinmayotgani bor gap. Abdumurod bilimi sayoz emasligini ko'rsatmoqchi bo'ldimi yoki shunchaki haqiqatni
tan olmoqni ixtiyor etdimi anglab bo'lmasdi. Har birimiz ishga vijdon amri bilan yondashishimiz lozim, davom etdi Sanjarbek sal yumshab. Yuqorida buyruq bo'lishini kutib o'tirish kerak emas. Inson huquq va erkinliklari muqaddas. Ularni buzishga, paymol qilishga hech kimning haqqi yo'q. Ayrim hamkasblarimiz jinoyatni ochish, qotillikni fosh etish maqsadida o'zgalarning huquqlariga daxl qilish mumkin deb hisoblashadi. Ha, nima, qotillikni ochishning o'zi bo'ladimi? Bitta yarimta odam 15 sutkaga qamalsa qamalibdi-da. Shunga ham ota go'ri qozoxonami deyishadi. Bizga esa avval ham aytganimdek, ustozlarimiz jinoyat ochilmasa ochilmay ketsin, ammo shu bahonada inson huquqlarini buzilishiga sira yo'l qo'yib bo'lmaydi deb o'rgatishgan. Boshliq, 15 sutkaga tiqib olmasak, ochiqda qaysi ahmoq jinoyatni bo'yniga oladi, dedi Botir javdirab. Shu bahona qancha jinoyatlarni ochganmiz. Prokuror ham, sudya ham buni yaxshi biladi-ku. Zato og'ir jinoyatchi qo'lga olinadi. Buning nimasi yomon? Ana ko'rdingizmi? Dedi guruh rahbari boshini chayqab. Ko'pchilik uchun bu sharmandali amaliyot odatiy holga aylanib qolgan. Go'yoki hammasi qonuniydek. Aslida bu jinoyat, og'ir jinoyat. Shaxsni qonunsiz tutqunlikda ushlash 15 sutka. Uning o'rniga o'zingizni qo'yib ko'ring-chi. Nima bo'larkin? Sha'ningiz, qadr-qimmatingiz toptalmaydimi? Yaqinlaringizning holi nima kechadi? Yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni kim bo'yniga oladi? Adolat, haqiqat, qonun oyoq osti bo'lmaydimi? Huquqiy davlat poydevoriga dars tushmaydimi? Jinoyatni ochish ham kerak-ku. Botir o'zinikini ma'qulladi. Bu tomondan bo'lchilik, ura-urchilik tugamaydi. Nima qilaylik? Bizlar ham gap eshitib qolmaslikni yo'lini qilamiz-da. Ha, o'lmang. Tizim shunday achinarli holga tushib qoldi, dedi guruh rahbari kuychanlik bilan. Ma'muriy buyruqbozlik, qarsakbozlik, qotilni issiq izini qisqa muddatda fosh etdik, deya ko'krak urishlar avjida. Qolgani bilan hech kimning ishi yo'q. Qanday ochding? Nima hisobiga ochding? Birov so'ramaydi. Tergovning tub mohiyati, tamoyillari oyoq osti bo'lmoqda. Sizlarni ayblamoqchi emasman. Hammamiz ham tergov, otliq mashinaning detalchalarimiz. Bir ikki detal ishlagani bilan mashina yurib ketmaydi. Barcha detallar mo'tadil ishlasagina tergov mashinasi joyidan siljiydi. Buning uchun dunyoqarashimizni o'zgarishi, tafakkurimiz yuksalishi, davlat miqyosida inson huquq va manfaatlari muqaddas ekanligini ta'minlovchi tub huquqiy islohotlar kerak. Musulmonchilik ham asta-asta-da, aka, dedi Abdumurod kulimsirab. Rim ham bir kunda qurilmagan. Davlatimiz mustaqillikni qo'lga kiritganiga endigina 25 yil bo'ldi. To'g'ri aytasiz. Yaxshilikka umid qilamiz. Sanjarbek behuda munozaraga chek qo'yish niyatida oqimga qo'shilgan bo'ldi. Singapur ham bir kunda bunyod bo'lmagan. Ammo chorak asr uning qoloq mamlakatdan dunyoning eng rivojlangan mamlakatlari qatoriga kirishi uchun yetarli bo'lgan. Buning uchun bizga Li Kuan Yuga o'xshash shiddatli rahnamo, qonun ustuvor tizim, o'qituvchi murabbiyga ehtiromi baland jamiyat kerak. Ha, mayli, gapiraman desang gap ko'p, ishdan gaplashaylik. Rahmatli bobom davrada sal munozara boshlansa, o'chir, siyosatga aralashma, ishni qil, deb og'zimizga urardilar, dedi Abdumurod yengisini shimarib. Ishga o'taylik.
Guruh rahbari qilingan ishlar tahliliga yakun yasab, keyingi haftada bajarilajak ishlar xususida to'xtaldi. Guruhning har bir a'zosini tegishli ko'rsatma, tavsiya va topshiriqlar bilan qurollantirib majlisni yakunladi. Barvaqt ishga kelgan Sanjarbek odati bo'yicha aql gimnastikasi uchun stol ustidagi kitobni qo'liga olib, qolgan joyidan o'qishga tushdi. Tog'ay Murod ajoyib yozuvchi. Yozganlari nasrdan ko'ra nazmga o'xshab ketadi. Otamdan qolgan dalalar ham shu usulda bitilgan. Xalqimizning bir asr narida zimiston hayotini haqqoniy, ta'sirchan va jonli tasvirlab bergan. Chorizm bosqinchiligi, mustamlakachiligi davri, qirg'inlari, sho'rolar davri, qatag'onlari, paxta yakkaxonligi dahshatlari juda go'zal badiiy bo'yoqlarda aniq-tiniq tasvirlangan. Kitobni o'qirkansiz o'zingizni o'sha mudhish davrda yurganday bo'lasan. Qo'rqib ketasan, vahima bosadi. Yoqa ushlaysan, achinasan, taassuflanasan, afsus nadomat chekasan. Ko'ngling zardobga to'ladi. Millatimiz ko'ksiga qora dog' bo'lib tushgan moziyning o'sha zulmatli kunlarini, beshafqat, bevafo, la'natlangan zamonini tarix zarvaraqlaridan yulib olib, o'chirib tashlaging keladi. Xayriyatki, yurtimiz uzra mustaqillik tongi otdi. Xalqimizning asriy orzusi ushaldi. Qo'llaridan qullik zanjiri yechildi. O'z taqdirini o'zi belgilash, yaratish, yashnash, yayrash imkoniga ega bo'ldi. Assalomu alaykum, mumkinmi? Va alaykum assalom. Keldingizmi? Sanjarbek xayol og'ushida xonaga Abdumurod kirib kelganini ham sezmay qoldi. "Iye, kitob o'qib o'tiribsizmi?" Hayron bo'ldi tergovchi hamkasbining qo'lidagi kitobga ishora qilib. "Qoyili, kitob mutolaa qilishga vaqt toparkansiz-a? Ishni boshlashdan oldin miyamni mashq qildirish maqsadida har kuni yarim soat mutolaa qilishni aytgandim-ku. Nima yodingizdan chiqdimi?" "Yodimdan-ku chiqqani yo'q. Men shunchaki gap kelganda aytdingiz, qo'ydingiz-da deb o'ylagandim", dedi Abdumurod. So'nggi gapi durust chiqmaganini anglab qo'shimcha qildi. "Qoyil, rostdan ham o'qirkansiz-da, a?" "Shunaqa deng", dedi guruh rahbari kulimsirab. "Nima siz maqtanish uchun aytyapti deb o'yladingizmi? Shuncha ishdan ortib kitob o'qishning o'zi bo'ladimi? Gap kelganda aytdi. Qo'ydi-da degan xayollarga borganim chin. Yo'q, sifat bilan maqtanish o'z-o'zini aldash emasmi? Insonning so'zi bilan amali, tili bilan dili mushtarak bo'lishi kerak. Birovga va'z aytishdan, nasihat qilishdan oldin o'zing shunga munosib bo'lishing, o'zi o'sha sifatlarga, fazilatlarga ega bo'lishing lozim." "Ha, tushunarli. Sizning muvaffaqiyatingiz sirlarini endi anglay boshlayapman", dedi Abdumurod samimiy ohangda. "Iste'dodli kishi har jabhada iste'dodli deyishadi. Komil inson bo'lish uchun har jabhada komillik talab etilarkan-da. Komillik da'vosiga ojizlik qilamiz", kamtarlik qildi guruh sardori. "Uning uchun biz yashayotgan jamiyat, davlat tizimi komil bo'lishi zarur. Ammo ishda, hayotda, oilada imkon darajada yaxshi xodim, odil tergovchi, mehribon ota, turmush o'rtoq, oila boshlig'i bo'lishga harakat qilayotganimiz rost. Qozonga yaqin yursang qorasi, yaxshiga yondashsang yaxshiliklari sarasi yuqadi deyishadi. Bizga ham yuqsin. Tergovchi qo'lini hamkasbining yelkasiga bosib tavof qildi. "Buning uchun ko'p narsa kerak emas", dedi guruh rahbari hijolat tortib. "Buyuk ajdodlarimiz qilgan amalga rivoya qilsak bas. Bir kunda 1 soat ilm, aqlni charxlash, 1 daqiqa." Abdumurod yon daftarchasini ochib yozishga tushdi.
Bir kunda 1 soat ilm aqlni charxlash, keyinchi bir kunda 1 soat jismoniy tarbiya, jismni poklash, bir kunda 1 soat ibodat, qalbni poklash. Ibodat keng ma'noda. Bemor do'stingdan xabar olsang, bu ham ibodat. Ota-onang holidan xabar olsang, bu ham ibodat. Yaxshi so'z birla birovning ko'nglini olsang, bu ham ibodat. Hadisi sharifda yaxshi so'z sadaqadir deyiladi. Bu oltin qoidani ko'p takrorlayman. Zero unga rivoya qilgan har qanday kishi har ikki olam saodatiga musharraf bo'lishiga ishonchim komil. Bo'ldi. Biz ham bugundan siz tutgan tutumni mahkam ushlaymiz, dedi Abdumurod qat'iyat bilan. Lekin vaqt masalasi sal chatoqroqda, pastda, bilasiz-ku, ish o'lgur tugamaydi. Topshiriq ketidan topshiriq, tadbir ketidan tadbir. Bularning hammasi bahona, dedi guruh rahbari sovuqqonlik bilan. Istagan imkon topadi. Ayrimlar vaqtning izmiga tushib, bir umr vaqt yo'q deb o'tadi. Vaqtning quliga aylanib qoladi. Hech narsaga o'rgilmay o'tadi. Ayrim vaqt qadriga yetadigan insonlar esa uni o'z izmiga bo'ysundirib olishning uddasidan chiqadi. Ishiga, kitob o'qishga, ijod qilishga, kino, teatrga borishga, sport bilan shug'ullanishga, oilasiga mehr berishga, do'stlari davrasini bezashga, hamma narsasiga fursat topadi. Hayot so'qmoqlarida zafarli odimlar baxt va iqbol qasrini qadam qo'yadi. Hayotda o'chmas iz qoldiradi. Men maqsadsiz, ezgu niyatsiz kishilarni sarobga o'xshataman. Borga o'xshaydi-yu, aslida mavjud emas. Ulardan hayotda na iz, na nom nishon qoladi. Bu ketishda biz ham vaqtning quliga aylanib qolishimizga sal qolgan ekan, dedi tergovchi nadomat bilan. Ustoz, sizga rahmat. Ko'zimizni ochdingiz. Ko'zingiz ochilgani tuzuk. Gap unga og'ishmay amal qilishda, dedi guruh rahbari kulimsirab. Biz kechgach tashlab yubormasangiz bo'lgani. Yo'g'e, Xudo saqlasin. Ortga qaytmaymiz. Umid qilamiz. Xo'sh, sizda nima gaplar? Maktablardan olingan insho va diktantlarni ekspertlar qarab chiqishdi. Tergovchi sumkadan hujjatlarni chiqardi. Noibning xonasidan topilgan maktabdagi husnixatga mos keladigan bitta yozma ish aniqlandi. Shundan gapirmaysizmi? Qani ko'raylikchi? Mana qarang. Oddiy ko'z bilan sezish mumkin. Abdumurod qo'lidagi qog'ozlarni uzatdi. Ekspertlar bo'lishi mumkin deb silliqqina javob berishdi. Husnixat aniq shu shaxsga tegishli degan gap yo'q. Ammo shunaqa ekspertlar 100% aniqlik bilan javob berishi mumkin emas, dedi guruh rahbari. Ekspertning xulosasini ko'zdan kechira turib, shunisi ham kifoya. Daftar kimga tegishli ekan? Daftar Karomat Dadasheva degan qizga tegishli. Tergovchi inshoga imo qildi. Maktabni bundan 4 yil muqaddam bitirib ketgan. Ayni paytda Xalq bankida kassir bo'lib ishlarkan. Yigitlarni yubordim. Ishda bo'lsa bir pasda yetkazib kelishadi. Karomatning guruh rahbari bir qo'liga insho, bir qo'liga maktubni olib solishtirishga tushdi. Chindan ham o'xshash. U, T, D harflarini qarang. Yozilish usuli bir xil. Bu xonim to'g'risida nimalar ma'lum? Topshiriq berdim. Yigitlar ishlayapti. Telefonda sinf rahbari bilan gaplashdim. Juda odobli, xushli, a'lochi va chiroyda tengsiz qiz deb ta'rifladi. Chiroyda tengsiz deng, takrorladi guruh rahbari. Bu sifat ayolning nafsi buzuq erkaklar tuzog'iga tushib qolishining bosh sababi bo'ladi. Ammo Alloh dilbar xotin-qizlarni odob, xush, or-nomus kabi himoya qobig'ini
bilan ziynatlab qo'yganki, bu ularni har qanday qabohat qopqonidan asraydi. Turmushga chiqqanmikan? Ha, bunaqa qizlar ko'chada qolarmidi? Maktabni bitirar-bitirmas bir bankir yigitga erga tegib ketgan ekan. Farzandi bormikan? Muallima uni 2 kun oldin shifoxonada ko'rgan ekan. Bolali bo'lolmayapman deb zorlanibdi. Shunaqa deng, dedi mehmon xayolga kelgan narsa tasdig'ini topayotgandan taskinlab. Homilador bo'lmagan. Ana ularni bog'lovchi rishta. Karomat davo istab noyibning yoniga borgan. Ulab ketdi tergovchi. Noyib ayolni dardiga davo topishga umidvor qilib ishonchiga kirgan. Guruh rahbari taxminini davom ettirdi va asta-sekin gipnoz qilishga o'tgan. Mullaning ta'sir doirasiga tushib qolgan ayol yo'ldan adashgan ham bo'lishi mumkin. Keyinchalik o'zini o'nglab olgach, etagini yig'ishtirishga tushgan va maktub yozishga majbur bo'lgan. Bundan xabar topgan erining ko'zi qonga to'lgan va mullani piq. Hoy, Murodjon sal chuqurlashib ketmadilarmi? Sanjarbek tergovchini gapini bo'ldi. Og'izda bir yo'la jinoyatni ochib tashladingiz-ku. Mantiqan olganda hammasi to'g'ri kelyapti. Rashk yomon narsa, odamni dindan chiqarishga qodir. Bir odamni narigi dunyoga ravona qilish nima ekan? Eshik taqilladi. Yoshgina serjant yigit kirib keldi va harbiycha hurmat bajo keltirib tergovchiga murojaat qildi. O'rtoq boshliq, Karomat Dadashevani boshlab kelgandim. Kirsinmi? Rahmat, chaqiring. So'ng xizmatga boraversangiz bo'ladi, dedi tergovchi stol ustidagi qog'ozlarni tartibga sola turib. Zum o'tmay eshikda shoir artmoqchi qoshi kamon, sarvi ravon, xipcha miyon, ofati jon ayol ko'rindi. Yigitlar beixtiyor o'rinlaridan turib bir lahza anqayib qoldilar. Har ikkalasining ko'nglidan noyib qurg'ur bekorga aql hushini yo'qotmagan ekan-da, degan o'y kechdi. Assalomu alaykum, chaqirgan ekansizlar, dedi ayol tortinchoqlik bilan. Keling, marhamat, o'tiring. Guruh rahbari tavoze bilan joy ko'rsatdi. Karomatxon, ahvollar yaxshimi? Allohga shukr. Nima masalada? Iymanibgina so'rashga jazm etdi ayol. Guruh rahbari savolni javobsiz qoldirib, avval o'zini va sherigini tanishtirdi. Guvohning shaxsiga aniqlik kiritdi. So'ng hujjatlar ichidagi daftarni olib ayolga uzatdi. Karomatxon, bu inshoni siz yozganmisiz? Guvoh daftarni qo'liga olib muqovadagi yozuvga tikildi. Mening daftarim-ku. Men 11-sinfda yozganmiz. Qayerdan oldilaring? Dedi u inshoni varaqlab. Bunisi-chi? U ham sizga tegishlimi? Guruh rahbari anonim xatni ko'rsatdi. Ayolning ko'zi maktubga tushib tok urganday cho'chib tushdi. Uyatdan qizargan yuzini chetga burdi. Xatni kimga nima maqsadda yozgansiz? Guruh rahbari savollarni yog'dirdi. Ayol nigohi bilan yer chizib, bir muddat jim turdi. Sanjarbek savolni takrorlab, guvohni haqiqatni, bor gapni uyalmasdan, bir boshdan gapirib berishga undadi. So'z orasida gap Bahrulla noyibning qotillik jinoyati haqida borayotganini yana bir bor qistirib o'tdi. Shu odamning oldiga borgan kunimga la'natlar bo'lsin. Guvoh yolg'on gapirishdan naf yo'qligini his qilib yorildi. Qattiq adashdim. Oilam buzilib ketishga ozgina qoldi. Shunchalik ham go'l bo'lamanmi? U bilan qanday tanishib qoldingiz? Guruh rahbari gapni nimadan boshlashni bilmay turgan ayolni yo'lga solishga urindi. Shoshilmasdan hammasini bir boshdan gapiravering. Turmushga chiqqanimga 3 yil bo'ldi. Guvoh yerdan ko'zini uzmay hikoyasini boshladi.
yaxshi oilaga kelin bo'lganman. Erim bama'ni, o'qimishli inson, topish tutishi ham joyida. Turmushimdan nolimayman. Faqat yaratgan egam bizni farzand ne'mati bilan siylamay turibdi. Ko'p tekshirtirdik, qilmagan amalimiz qolmadi. Doktorlar davolanib yursanglar hammasi yaxshi bo'ladi deya umidvor qilgan bo'lsalar-da, qaynonam meni bepushtga chiqarib qo'ydi. Ammo Jasur akam biror marta tug'masligimni yuzimga solmagan. Vaqt o'tgan sari ichimni it tirnardi. Oilam hayotim qil ustida muvaffaq turganday, erta-indin hammasi shamolga uchib ketadiganday edi. Bir kuni to'yda Fazilat ismli dugonamni ko'rib qoldim. Bir yoshli o'g'ilchasini ko'tarib borgan ekan. Ko'zimga biram shirin ko'rinib ketdi. Gap orasida homilador bo'lolmayotganimni aytib diydiyo qildim. Shunda u bir mulla bor. Dami rosa o'tkir. Tug'mas xotinlarni ham o'qib tug'dirib yuborayotganmish, deb qoldi. Gapi qulog'imga moyday yoqib tushdi. Manzilini so'rasam, Said ota masjidida ishlarkan dedi.